Demak, aziz yurtdoshlar, mana shunday sizga foydali lavhalardan so'ng biz yana dasturimizni yuqori kayfiyatda davom ettiramiz. Albatta, qizg'in suhbatlar jarayoniga kirishda demak biz tayyormiz. Aynan siz uchun manfaatli bo'ladigan ma'lumotlar aynan bizning suhbatimizdan o'rin olgan deya bemalol ayta olamiz. Shunday ekan, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib olishingizni so'raymiz. Albatta, demak biz sizga nafaqat ajoyib ma'lumotlar taqdim etamiz, balki sog'lig'ingiz uchun kerak bo'ladigan yaxshi, foydali ma'lumotlarni ham ulashdan aslo charchamaymiz. Bugungi mehmonimiz albatta shifokorimiz, stomatolog Shuhrat Otashev bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor shu ko'rsatuv va taklif qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat aytaman. Bugungi suhbatimiz ko'pchilik dish masalasida qiynalib yurgan bemorlarimizga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Demak, ilk savol shundan iboratki, tishlarning organizmdagi o'rni qanday o'zi? Dishlarimizni organizmi o'rni juda ham muhim. Dishlar bu og'iz bo'shliq shilliq qavati organizmda muhim o'rinlarni tutadi. Ya'ni organizmda sodir bo'ladigan kasalliklardan birinchi navbatda tishlar hamda og'iz bo'shliq shilliq qavati signal beradi. Kitoblarda ham to'xtalib o'tilgan og'iz bo'shlig'i, shilliq qavati hamda dishlar organizmni ko'zgusi hisoblanadi. Ya'ni biza har kungi iste'mol qilinadigan ovqatlarimiz, ya'ni energiyamizni dishlar orqali luqma holatiga keltiramiz hamda ovqat hazm qilish sistemamizga o'tiramiz. Tayyor bo'lgan luqmani kerakli elementlarni dish oshqozonimiz organizmimizga tarqatadi. Agar bu holat sizda dish kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, dishsizlik kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bu luqma to'liq hosil bo'lmaydi. Hamda oshqozonimiz hamda hazm qilish organlarimiz yuqori bosim bilan ishlaydi hamda erta-indin kasalliklari duchor bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda bilamizki, tishlar bu chiroyli tabassumni ham poydevori, to'g'rimi? Shu bilan birga tishlar sog'lom bo'lsa, albatta qaysidir ma'noda barchamiz ichki boshqa kasalliklar kelib chiqishini ham oldini oladi deyapsiz. Va aql tishlar haqida ham to'xtalsak. Aql tishlar o'zi nima? Shu qizga batafsil tushuntirib berasiz degan umiddamiz aql tishlar haqida. Aql tishlar. Aql tishi o'zi nechun biz ularni aql tish deb nomlaymiz? Insonni 18 hamda 25 yosh oralig'ida aql tishlar chiqadi. O'sha mobaynida inson aqliy rivojlanishning yetuk bosqichida bo'lganligi sababli biz ham buni aql tish deb nomlaymiz. Lekin men o'zimni shaxsiy fikrim, men bu tishni aqlsiz tish deb nomlayman. Hozirgi kunda bemavrid kelgani uchun, hozirgi kunda yoshlarimiz o'rtasida ko'p uchrab turibdi aql dishlarni qiyshiq chiqishi, dish qatorida qiyshiqliklar keltirib chiqarishi yoki lunj tarafingizdan yoki tanglay tarafingizdan chiqishi yoki umuman chiqmasligi, yallig'lanish keltirib chiqarishi. Men ham shuning uchun bu dishlarni aqlsiz dish deb nomlayman. Demak, ushbu dishlarning chiqmasligiga ham zararmi shunda? Ha, zarar. Bu dishlar insonda o'zingiz oynada ko'rishingiz mumkin. Chiqmagandek ko'rinishi mumkin, lekin agar uni diagnostika qilib tekshiradigan bo'lsa, sizda aql dish bo'lishi mumkin, lekin u qiyshiq chiqib keltirgan bo'lishi mumkin. O'sha qiyshiqligi sababli sizning oldingi dishlaringizda, chaynoq dishlaringizda bu egriliklarni keltirib chiqaradi aql dishlar. Zarar yetkazadi. Demak, 18-25 yosh oralig'ida chiqadi. Demak, hali vaqt bor ekan. Menda hali aql tish chiqmagan va chiqmasligi ham mumkin degan joyingizda chiqmasligi ham mumkin ekanda. Lekin chiqmasligi ham zarar deb o'tdilar. U lekin zarar. Ko'pchilikda lekin aql tish bo'lmaydigan insonlar ham bo'ladi, aql tish. Agar aql tishingiz chiqmasa, Shuhrat aka oldilariga borsangiz, chiqarib beradilar. Albatta. Xizmatimiz ham bor. Demak, uni vaqtida ko'rsatish, tekshirish kerak. Demak, mana shu ma'lumot ham barchamiz uchun foydali bo'ldi, shaxsan men uchun. Hozir eslatib o'tamiz, mehmonimiz stomatolog Shuhrat Otashev bo'ladilar. Yana bir bora xush kelibsiz. Sizda savollar bor edi, adashmasak. Albatta, bizda talaygina savollar bor, lekin vaqtimizni ham hisobga olamiz va bugungi kunda breketlarga ko'plab insonlarni ehtiyoji bor va nimagadir mana shu kasallik, buni kasallik deb ham atasak bo'ladi va ko'payib borayotganini. 2 kishida breket borligini hozirda ko'rmoqdamiz. Xo'sh, breketlar haqida qisqacha gaplashib o'tsak. Breketlar haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda yoshlarimiz orasida tishda qiyshiqliklar ko'p uchramoqda. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Buni sizlarga to'xtalib o'taman. Birinchi sabablaridan birisi bu irsiy moyillik. Ya'ni yoshlarimizni ota-onasida yoki bobo-buvisida vaqtida tishlar qiyshiq bo'lgan bo'lsa, bu ko'p holatlarda bu farzandida ham kuzatiladi. Ikkinchi holatida
biza sut tishlarimizni vaqtidan oldin oldirishimiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, sut tishlari bu keraksiz tishlar, og'riganda oldirib tashlash kerak, baribir doimiy tishlar chiqadi deb o'ylaydi. Yo'q. Biz sut tishlarini o'zini tushish muddati bor. O'sha muddatgacha biz bu tishlarni saqlashimiz kerak. Vaqtidan oldin oldirilgan tish doimiy tishni qiyshiq chiqishiga sabab bo'ladi. Yana bir sabablardan birisi ustozim Ahrorbek Qondikovich aytadigan so'zi bor, ya'ni bu tishning qiyshiqligi bu boylarning kasalligi deydi. Ya'ni Xudoga shukr hammamiz farzandimizga xohlagan narsasini olib beramiz, yediramiz. Hozirgi do'konga kiradi, xohlagan narsasini oladi, yeydi. Hamma narsamiz yumshoq, sun'iy. Ya'ni tishlar chiniqmaydi. Qattiq narsalar yeyish kerak, lekin biz hozir farzandlarimiz zaiflashib boradi hamda bu qiyshiqlikdan keltirib chiqaradi. Albatta, bolani xohishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Podshoh deb shuning uchun ham aytasa kerak, bu shoxlarning kasalligi. Sog'lig'iga e'tibor berish kerak bo'ladi. O'sha boya ta'kidladingiz, sut tishlari o'zi necha yoshgacha o'zini tushish davri? O'zi sut tishlarimiz 6 yoshdan 13 yoshgacha уже to'liq shakllanib tushib bo'ladi. Уже 13 yoshda уже doimiy tishlarimiz chiqish muddati yakunlanadi, ular rivojlanadi. Lekin maktab davrida уже allaqachon maktabga chiqishni boshlagan bolalar hozirgi kunda balki ertaroq sut tishlarini olib tashlashiga ham shu sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin tavsiya qilgan bo'lardik, mana 13 yoshgacha dedingiz, sut tishlari o'zi tushish davrida tushib, keyin yangi tishlar chiqsa, albatta bu tish qiyshiqligini ham oldini oladi va shu kabi kasalliklarni ham oldini oladi, to'g'rimi? Albatta. Lekin baribir ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Inson tabassumidagi o'zidagi eng ko'zga tashlanadigan narsa bu tishlardir. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bitta rasm ko'rib qoldim. Bitta bolaning rasmi turibdi, uni oldi tish bittasi yo'q, lekin e'tibor berib qarasangiz bitta qoshi ham yo'qda. Lekin o'shanda ajoyib reklama ketgan bu joyda. Bilasizmi, eng birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu tishlardir. Tishingizga ehtiyot bo'ling deb yozilgan edi. Va o'sha yo'q tishlar, ularni ham to'g'rilasa bo'ladi? Bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy stomatologiyaning yutuqlaridan birisi bu tish implantlari. Tish implantlari o'zi nima? Masalan, siz tish qatoringizda bir yoki bir nechta tishlaringizni yo'qotdingiz, uni o'rnini to'ldirishingiz kerak. Unda faqat sizga implantlar uni to'liq estetikasini, chaynoq samaradorligini hamda uzoq xizmat qilish muddatini faqat implantlar ta'minlab beradi. Implantlar hali tibbiyotga kirib kelmasdan oldin bizda tish qo'yish masalasi oldimizga muammo bo'lganda, ustozlarimizda yonidagi ikkita sog'lom tishni chaqlash, ko'priksimon qilib tish qo'yish yoki bo'lmasa olib qo'yiluvchi protezlar qo'yilardi. Lekin hozir implant kirib keldi, bu muammolar bartaraf etildi. Albatta, zamon rivojlanmoqda, texnikalar rivojlanmoqda va tish doktoridan, stomatologlardan menga o'xshab qo'rqadiganlar bo'lsa, bu yaxshi emas, qo'rqmanglar. Chunki bugungi kunda yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Aynan bu soha, aynan hech nimani sezmagan holda bu jarayonlar bo'lib o'tadi. Albatta, demak, tishni tekshirtirib turish, ko'rikdan o'tish bu 6 oy mobaynida yilda 2 marotaba. Yilda 2 marotaba stomatolog ko'rikda bo'lishi kerak. Ana shunaqa do'stlar. Demak, aziz Oynajoxon muxlislari, suhbat uchun sizga rahmat, katta Shuhratbek Otashev bo'ldilar. Demak, eslatib o'tamiz, shifokor, stomatolog